Davlat tor bexatarlik xizmati tekshirish cho'ng tozalash xizmati yana bir qatimligi boshlandi. Shunga ko'pchilik kech soat Beijing vaqti 11 dan keyin har qanday o'zingizning ayrimxonasi bo'lsin yoki undidar to'plar bo'lsin yoki ko'ku to'plar bo'lsin, har qanday ovozlik yoki xatlik uchur yo'llash yoki video yo'llash hamma ishlar butunlay to'xtasin. Ko'pchilik mening gaplarimning mazmunini men bak ichib davatsam, ko'pchilikka ba'zilarga bakli ta'sir qilib ketib hayajonlanib o'zimizni yo'qotib qo'ydigan ishlar bo'lib qolmasin. Men mushunchilik gap qilganda ko'pchilik ham mush gaplarning bir asosi bordu Mayra xonimga kelgan xabarda deb mundaq bilaylikmi? Biz qandaq bir tanduyning odamlar bo'lib o'tiryapmiz, bunisi bizga aniq-ku. Biz Jungo arzusi supsining asosiy supsining bir a'zolari. Demak, bu supidagi har bir a'zoning tor bexatarligida manfaat qo'g'dilish, manfaatini o'zi qo'g'dash ham bexatarlikka kafolatlik qilish majburiyati bor. Chunki mushu supiga tava bo'lgan har bir puhra mayli davlat tarafidan bo'lsin, mayli o'zining shaxsiy bexatarlik xizmati jihatdan bo'lsin, mayli to'plarda bo'lsin, mayli ayrim xonlarda bo'lsin, gap, so'z, ish, harakat hammaga intayin diqqat qiladigan yerga keldik ko'pchilik. Ayrim xoningizdami o'zaro bir-biringiz bilan ba'zi bir tilga elishga bo'lmaydigan gap so'zlarni sazgur temalar ustida paranglashmang, xat yozishmang. Her bir mushu tashuji ichiga ismi kirganligi mushu arzu sepida, Jungo arzusi sepida bor bo'lganligi davlatimizning sansepir 11 ichida ismi bor odamning tor bexatarlik xizmati tekshirish jarayonida sizning har bir uchuringiz, har bir qilgan gapingiz, har bir yozgan uchurlaringiz kayni supida tashujida chiqib turdi. Bizga atdigan soat Beijing vaqti 8 da, Xinjiang vaqti 6 da intayin muhim yig'in ochilib bu ishlar bir qator uqtirildi. Ko'pchilik qolgan nim degandi deganni o'ylamay, Mayra xonimning degani bo'yicha tinch o'tirayli deb, sabr deganning tigi oltin. Chunki siz bilan biz g'alba qilib bo'lgan suv ustiga chiqib bo'lgan bir supining a'zolari hozir. Biz intayin bexatarlikni o'zimiz qo'g'damasak bo'lmaydi. O'zimizning shaxsiy bexatarligi ham o'zimiz qatnashgan mushu Jungo arzusi supsining bexatarligini qo'g'dash har bir a'zoning boshlatib bo'lmaydigan burchi bu. Bexatarlik nereden keldi? Ağzımızın çın yumuştan keldi. Artık gap so'zlarni qilmaslikdan keldi. Artık xat yozmaslikdan. Nəhayət kichik nuqtalarda o'zingizni ket ko'rib qo'ysiz ba'zi vaqtda. Shunga hozirgi tor bexatarlik xizmatining talabi nima? Amalning boricha hattoki telefonlardami bir minutdan eshib so'zlashmang qarshi taraf bilan. Amalga diqqat qiling. Men shunchalik askartaychimi ko'pchilik. To'plarning ichini qumdak gap qilib, qumdak so'zlab bir narsalarni avatib bundoq ko'mvatmayli. Biz g'alba qilib bo'ldik. Bu narsalarni ko'rish ko'rmaslik biz uchun baribir. Biz faqat eng halqiliq vaqtdagi xabarni kutsakli bo'ldi. Mana bugundan boshlab ko'pchilik alayida diqqat qilayli. Bugun 15, 12-oyga 15. Sanavag'idek bir necha suplar bo'ldi. Juma endi ortiq gapmi kerak emas. Menmi ortiq so'zligim yo'q bu yerdan. Ko'pchilikka shuni alayda askartish berib qo'ydim. Mening shu so'zlarimni barliq ko'ku to'plarga ham korxona undidar to'plarda o'tirib atgan barliq ko'pchilikka yetkazib qo'ysaqlar shuning o'zi kifoya.